Bismillah. Bismillah har bir ishning muqaddimasi. Assalomu alaykum. Bugun siz bilan Saodat asri kitobini o'qib, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning tug'ilishidan to vafotigacha bo'lgan hayoti sirlarini o'rganamiz. Video boshidanoq kanalga obuna bo'lishni unutmang. Muallif Ahmad Lutfiya Qozonchi. Saodat asri 3-kitob 5-qism. Bismillahirrohmanirrohim. Makkaliklar Ka'b ibn Ashrafni bir ota qadrdon qora kunlariga yaraydigan bir do'st kabi kutib olishdi. Bunday bo'lmaganida to Madinadan chiqib Makkaga atay ta'ziya bildirish uchun kelarmidi. Boz ustiga Muhammadning dushmanlari huzuriga borib, ularga qo'l uzatishning tahlikasi ham bor edi. Madinada yashaydigan bir inson sifatida janobi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni tabriklashi, avsliklarni, hazratliklarni qutqarilishi lozim bo'lgan holda ularga qilich ko'targan insonlarni topib kelish buyuk bir jasorat namunasi edi. Ka'b qaysi majlisda ishtirok etsa hurmat e'tibor ko'rdi. Uylarning to'riga chiqarildi. Xosatan ahli qolib nomi berilgan o'liklar haqida to'qilgan marsiyalari tildan tilga o'tib yurar. Har qadamda uning she'rlarini o'qiyotgan bolalarni uchratish mumkin edi. Ayniqsa Abu Sufyon mamnun edi. Hazlakam gapmi? Madinadan Ka'b ibn Ashrafiyday bir shoir kelib musulmonlar haqida hajiyalar aytib tursa, darhaqiqat u Qurayshning butun tuyg'ularini she'rga solar, o'zi yig'lar, o'zgalarni da yig'latar edi. Bir kuni suhbatlashib o'tirganlarida Abu Sufyon uni mahkamlikka chorladi. Biz semiz tuyalarni so'yib, xalqqa tarqatadigan, musofirlarga izzat ikrom ko'rsatadigan kishilarimiz. Kuchlaringizga yordam beramiz. Ular bajara olmagan ishlarni zimmamizga olamiz. Hajga kelganlarga yemak yediramiz, suv ulashamiz, aqraboyimizni himoya qilamiz, xabar olib turamiz. Abu Sufyon bularni aytarkan, o'zini ziqnaligini tilga olishni istamadi. Mazkur hollar umuman olganda Qurayshda borligini birov inkor etolmaydi. Ammo keyin janobi payg'ambarimizdan so'z ochdi. Bizlarning birligimizni buzdi, ilohlarimizga til tekkizdi, aqlli kishilarimizni ahmoqlikda aybladi, o'g'lini otadan ayirdi dedi. So'ngra asosiy muddaoga ko'chdi. Seningcha biz to'g'ri yo'ldamizmi yo Muhammadmi? Ka'b hech taraddudlamasdan javob berdi. Albatta, ularga qaraganda sizlar to'g'ri yo'ldasizlar. Bu javob Abu Sufyonni xursand qilib yubordi. Es-hushi joyida, so'zi suhbati jo'yali, nomi atrofda mashhur bir shoir bergan hukm to'g'ri bo'lmasa, undan to'g'risi qayerdan topiladi? Ka'b Makkada bu kabi alahsirashlar bilan o'zini nafratini ifodalar ekan, u yoqda Jabroil Amin sarvari olam janobimiz sallallohu alayhi vasallamga Qur'oni Karimning ushbu oyatlarini keltirgan edi. Kitobdan nasibador bo'lgan kimsalarni, but va sanamlarga sig'inayotganlarini hamda kofir kimsalar haqida o'shalar iymon egalari bo'lgan musulmonlardan to'g'riroq yo'ldalar deyotganlarni ko'rmadingizmi? Ular Alloh la'natlagan kimsalardir. Kimni Alloh la'natlar ekan, bas hech qachon uning uchun biron yordamchini topa olmaysiz. Niso surasi 51-52 oyatlar. Ka'b va boshqa mushriklarni Rasulullohga va do'stlarga qarshi aytgan she'rlaridan bir qismi Madinaga yetib keldi. Mo'minlar orasida she'r aytishga qobiliyati borlar bu hajviyalarga javoblar berishdi. Ka'b ibn Molik, Abdulloh ibn Ravoha va Hason ibn Sabit o'shanday shoirlardan edilar. Hatto Hason ibn Sobit janobi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning amirlari ila she'rlarini masjidda baralla o'qigan. Janobimiz unga aytaver, ey Hason, Jabroil senga madad beryapti deya marhamat qilganlar.
Musulmon shoirlar yozgan bu she'rlar bir jihatdan dushmanga uning o'z silohi ila javob berish ma'nosini ifoda etdi. Ikki kishi Ka'baning Hijr deb ataluvchi pastak devorlari qismida uzoq shivirlashib turishdi. Nihoyat qo'llarini siqishib xayrlashdi. Ayrilisharkan ular o'zaro ahdlarini yana bir bor takrorlashdi. So'z berasan, shundaymi? So'zim so'zdir, ey Umayr, sen Safvonga bemalol suyanishing mumkin. Biri to'ppa-to'g'ri uyiga bordi. Qilichini olib o'zi keltirgan zaharni tig'iga surkay boshladi. Endi bu qilichda odamni bir qanday joyidan kichkinagina bir yara ochish bilan uni oppa-oson o'ldirish mumkin edi. Xotini uni ishlarini tushunmadi. O'rtada urush yo'q, binobarin qilichga zahar surtishga ham bir sabab mavjud emas. Nima qilganing bu, ey Umayr, dedi. Hozircha hech narsa so'ramasang yaxshi bo'lardi, deb javob berdi eri. Xotin boshqa surishtirmadi. Eri ishini bitirdi. Shom qorong'uligiga tushgach bir necha xurmo tamaddudi qilgan bo'ldi-da, qilichini oldi, belbog'iga tiqdi, indamay tashqariga chiqib ketdi. Madina masjidida do'stlari bilan suhbat qurib o'tirgan Hazrati Umar roziyallohu anhu bir ish bilan tashqariga chiqdi. Qarasa, shu atrofda bir tuya endi cho'ktirilayotgan edi. Tuya egasini taniganday bo'ldi. Sal yaqin bordi, diqqat bilan boqdi. Sen Umayr emasmisan, deb so'radi. Ha, men Umayrman. Jin kabi, shayton kabi bir odam sifatida mashhur edi u. Ekmasdan yeyman deydigan, tegirmondan butun chiqadigan odamlar toifasidan edi u. Hazrat Umarning xayolidan bu odam yaxshilik bilan kelmagan-o degan o'y o'tdi. O'sha zahoti ichkari qaytib kirdi. Yo Nabiyulloh, Umayr ibn Vahb kelibdi. Bu odam yaxshi niyatda kelmaydi, dedi. Uni bu yoqqa olib kir, dedilar. Rasul akram Hazrati Umar keyin kutilmagan bir mojaro chiqmasin tag'in deya Umayrni mahkam ushlab ichkariga olib kirdi. Nima sababdan kelding, ey Umayr? O'g'limga bir yaxshilik qilishlaringizni iltimos qilib keldim. Yoningdagi qilichchi? Qilich bizga foyda berdimi? Safon ibn Umayya bilan Hijrda qilgan ahd haqida nima deysan? Umayr tili orqasiga tortib ketgandek bo'ldi. Qanaqa ahd, dedi zo'rg'a. Janobi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam unga Safon bilan oralarida kechgan o'sha kelishuvni gapirib berdilar. Sen Safon ibn Umayrga shunday deding: Badrda bunchalik odamimiz o'lganidan keyin ortiq yashashimizning qizig'i qolmadi. Qarzdorman, ammo to'lashga hech vaqoyim yo'q. Mendan keyin farzandlarim qiynalmaganida edi, borib Muhammadni o'ldirar edim, deding. Safon, seni bu so'zlaringga javoban, agar sen bu ishni qilsang, men qarzingdan o'taman, bolalaringga qarab turaman, dedi. Shu tarz yashirindan yashirin kelishning oldilaringiz va sen meni manavi qilich bilan o'ldirish niyatida kelgansan. Umayr hayronlik ichida tinglar edi. Oxirida esini yig'di va dedi: Ha, ey Muhammad, voqea xuddi sen aytgandek bo'ldi. Safon ikkalamiz bu gap so'zlarni hech kim eshitmaydigan darajada xufiyona qilgan edik. Endi men ham ishonamanki, sen haqiqatdan payg'ambarsan, dedi va shahodat kalimalarini aytdi. Bir kuni Jabroil amin yana Rasululloh sallallohu alayhi vasallam janobimizga ro'para keldi. Olamlar Robbidan salomlarini va Baqara surasini tegishli ayrim oyatlarini keltirdi. Nabiy akram har safargidek avval faqat tingladilar. Jabroil amin bu oyatlarni o'qidi. Robbil alaminning qudrati ila bu vahiylar keltirilgan holiday janobi payg'ambarimizning top-toza qalblariga yozildi.
Saidimizning vahiy holatiga kirganlarini anglagan ashoblar boshlarini ekkan bo'yi buyuk bir hayajon ila kuta boshlashdi. Pashsha uchsa eshitiladigan darajada sassiz, lekin ko'ngillari Mavloga yo'nalgancha kechgan bu vaqtda ashobi kiromning bu holini istehzo ila kulib tomosha qilib turgan bir necha tolesizlar ham yo'q emasdi. Nihoyat Nabi Akram sallallohu alayhi vasallam Saidimiz boshlarini ko'tardilar, atrofga boqdilar, vahiy kotiblari hozir bo'lsin demoqchi bo'ldilar, lekin ashoblari yozuv lavozimotlari tayyor qilinguncha ham kutishga sabrlari chidamay oshiqishardi. Ilohiy xabarlarni u zoti sharif tabligʼ eta boshladilar. Odamlar orasida shunday kimsalar ham borki, o'zlari mo'min bo'lganlari holda Allohga va oxirat kuniga iymon keltirdik deydilar. Ular Allohni va iymonli kishilarni aldamoqchi bo'ladilar va o'zlari sezmaganlari holda faqat o'zlarigina aldaydilar. Ularni dillarida maraz bor edi. Bas, Alloh marazlarni yanada ziyoda qildi. Ular uchun qilgan yolg'onlari sabab alamli azob bordir. Ularga yer yuzida buzg'unchilik qilmanglar deyilsa, biz isloh qilguvchilarmiz deydilar. Ogoh bo'lamizki, ular albatta buzg'unchilardir, lekin o'zlari buni sezmaydilar. Ularga mana bu kishilarni iymon keltiringlar deyilsa, shu pastkashlarga o'xshab mo'min bo'lamizmi deydilar. Ogoh bo'lingizki, ularni o'zlari tuban kimsalardir, lekin buni bilmaydilar. Iymon keltirgan zotlarga yo'liqqanlarida biz ham iymon keltirdik deydilar. O'zlarini shaytonlari boshqalari bilan xoli qolganlarida esa biz albatta sizlar bilan birgamiz, faqat uning ustidan kulmoqdamiz xolos deyishadi. Alloh ularni ustidan kuladi va o'z tuyg'ularida adashib uloqib yurishlarini davomli qiladi. Ular haq yo'lning o'rniga zalolatni sotib olgan kimsalar bo'lib, bu savdolarda foyda qilmaydilar va to'g'ri yo'lga yuruvchilardan bo'lmaydilar. Kim edi bular? Ismlari aytilmadi, ammo sifatlari va qilgan ishlari tufayli yo'liqajaklari achchiq natija ma'lum etildi. Payg'ambar imomi sallallohu alayhi vasallam bu oyatlarni o'qiyotganlarida hozir bo'lganlar orasida munofiqlarda bor edi, lekin ular sas chiqarmadilar. Bizni aytyapti, bizni nazarda tutyapti degandek sir tutib o'tiraverdilar. Bu oyatlar yurakda buyuk bir portlash hosil qildi. Qalbida kufr ishonchi bo'lib, tilda iymon so'zlarini aytish. Ba'zilar vijdonlari bilan ro'para bo'lib, o'zlarini holatlarini jiddiy taftish qilib olishdi. Men Allohga va oxirat kuniga ishondim. So'zlarini qay darajada samimiyat bilan aytganini tekshirib ko'rishdi hayolan. Bu orada Janobi payg'ambarimizning quyidagi so'zlari madadga yetib keldi. Nafsi bilan mujodala qilib turganlarga yo'l ko'rsatildi. Uch narsa bordir. Bu uch narsa kimda bo'lsa, iymonning mazasini haqiqiy lazzati ila totadi. Bular: Alloh va Rasulini har narsadan ortiq sevish, yaxshi ko'rgan odamni faqat Alloh rizosi uchun yaxshi ko'rish, takror kufr hayotiga qaytishni xuddi olovga otilayotgan kabi yomon deb bilish. O'lchovlar endi shu mezonlarga ko'ra olindi. Vijdonlar o'lim kelsa ham iymon hayotidan ortga qaytish yo'q degan qarorga keldi. Yana butlar huzurida sajda qilish, yana ularga iloh deb qabul etish hayollariga sig'maydigan achchiq bir xotira bo'lib qoldi. U ilohlar sindirilgan, tashlangan, qulatgan edi. U bulutlarni iloh deb bilgan ko'ngillar endi bu vujudlarni ko'ngillar emasdi. Endi u kunlarga kulib, jirkanib boqadigan, Alloh qo'rquvi ila nafas soladigan, Alloh sevgisi ila ish ko'radigan ko'ngillar joylashgan edi bu vujudlarga. Bu kunlardagi holatlarni soddalikdan, ongsizlikdan ko'rishlar, hidoyatga doim qolishni so'rab Janobi Haqqa niyoz etishar edi. Mana shular xolis mo'minlar bo'lib, hech kim ularni munofiq demas edi. Mo'minlar orasida o'zlarini ularday ko'rsatib, oraga suqilib kirib olgan bozorchi munofiqlar ham bor. Bu oyatlarni hikoya tinglaganday eshitishardi. Bevosita o'zlari
haqidagi bu oyatlar ularni quloqlaridan nariga o'tmadi. Ular qalblarini Qur'on oyatlarini teran ma'nolarga yopib olishgan edi. Shu sababdan ushbu oyatlarni eshitgan mo'minlarning shoshib qolganlarini ular istehzo ila tomosha qilishdi. Oyatlar zavoridan mo'minlarga g'imirlab qolgan xavotirni bema'ni deb bilib, kulib yubormaslik uchun lablarini tishlab turishdi.